Salom aziz bolajonlar. Bugun biz bilan yangi savol-javob o'yini. Tayyormisiz? Ha, albatta. Boshlaymiz. Ana, bolajonlar, nega uy ishlariga yordam berishimiz kerak? Chunki bu ota-onamizga yengillik beradi. Nega qishda iliq kiyim kiyish muhim? Chunki sovuqdan himoyalanish uchun. Ana, kim aytadi? Nega yo'lda telefon o'ynash xavfli? Chunki e'tiborimiz bo'linadi. Nega ovqatdan keyin tish yuvish kerak? Chunki tishlarimiz sog'lom bo'ladi. Ana, bolajonlar, nega yaxshi so'z odamni xursand qiladi? Chunki mehr so'zda ham bor. Nega gullarni yulmaslik kerak? Chunki ular tabiatning go'zalligi. Qani, kim aytadi? Nega jamoat joyida baland gapirmaslik kerak? Chunki boshqalarga hurmat belgisi. Nega ro'zg'orda tejash yaxshi odat? Chunki kelajak uchun foyda beradi. Qani, bolajonlar, nega maktabga vaqtida borish kerak? Chunki darsni o'z vaqtida boshlash muhim. Nega do'stimizni qiyin paytda yolg'iz qoldirmaslik kerak? Chunki do'stlik yordamda bilinadi. Qani, bolajonlar, nega chiroyli yozishni mashq qilish kerak? Chunki tartibli yozuv tushunarli bo'ladi. Nega yotganda telefon ishlatmaslik kerak? Chunki ko'zlarimiz charchaydi. Qani, kim aytadi? Nega hayvonlarga mehr ko'rsatish kerak? Chunki ular ham his qiladi. Nega o'qituvchi gapirayotganda e'tibor bilan tinglash kerak? Chunki bu bilim olishimizga yordam beradi. Qani, bolajonlar, nega biror narsani sindirsak uzr so'rash kerak? Chunki bu mas'uliyat va adob. Nega kiyimlarimizni toza tutish muhim? Chunki tozalik sog'liq uchun foydali. Qani, kim aytadi? Nega oilada bir-birini hurmat qilish muhim? Chunki bu uyda tinchlik yaratadi. Nega ortiqcha ovqatni isrof qilmaslik kerak? Chunki boshqalar ham ovqatga muhtoj bo'lishi mumkin. Qani, bolajonlar, nega transportda kattalarga joy beramiz? Chunki bu adob va hurmat. Nega tinch o'tirish ba'zan eng yaxshi yordam bo'lishi mumkin? Chunki tinchlik ham yordamning bir turi. Juda ajoyib. Bugun yana ko'p foydali narsalarni o'rgandik.